Assalomu alaykum, biz kuzatib boruvchilar mana. Oqbera qo'shni mahallamizda mana Farruh akamiz uzumni ko'rib, yonida bir tomosha qilib ketay deb kelibdi omon akamiz. Mana mevalarni ko'ryapti. Keyin buni qo'yib, ko'p odam so'rayapti o'di ham. Qanaqa edi, tayi nechta edi deyapti. Tayi 4 mana. 1 2 3 4 tup. Hammasida ikkitadan bor ekan. Ha, hammasida xudo xolasa bor. Buni qilinayotgan anaqasi mana. Qanday bo'lgan? Holatini ko'rsatamiz mana. Bu tanadan chiqqan uzum mana menga kelyapti. Motomonga qarab ketyapti mana. Mana. Ha, bu yoqdagi chiqib kelyapti-da, orasida kelyapti. Endi bir tup mono betda kelayotgandan qo'yilyapti, bir tup mana yoqda kelayotgandan qo'yilyapti. Mana buni ulangan uzum, mana. Xudo xolasa bu o'tkal ulanganda aka. Mana bir vosh qilgan. Mono tana qizil uzum. O'zimiz hammasi o'zimiz uzum. Men haligi bir import uzum yo'q. Qizil uzum, oq uzum, avatar uzum bor, endi yangi uzumlarda. Mana buni qizil, buni boshqa. Navdi 15 xilcha uzum ulaganmiz. Buni to'shni bilmaymiz, aralashib ketib qolgan qayda nima uzum borligi. Shuning uchun to'liq ma'lumot bera olmadik. Mayda xudo xolasa hamma ulaganlarimiz inshaalloh meva qilganlari ko'p, bu yil ko'ramiz. Qilgan yo'q, ularlar qilinmagan. Mana buni ham Farruh aka ular bo'lganda aka. Mana buni o'zi tana qizil uzum. Qizil uzumni ekishimizdan maqsad sovug'irish qiyin bo'ladi deydi-da. Oq uzumni oson bo'ladi dedi. Shuncha qizil uzumni tanasiga keyin oq uzum bo'ladi. Bundan ham keyin eski uzumlar bo'ladi, yumaloq. Yangi ular ekuvchilarga ashuni tavsiya beramiz. Ash uzumni ekib, yumaloq katta-katta bo'ladi. U sovug'irmaydigan uzumda. Taydan sovuq bo'lmasa uzum qurimaydi deyishdi endi mutaxassislari. Yangi ekuvchilar shuni eksanglar ham tez bo'larkan, tomirlari o'ta kuchayib ketadigan uzum. Ashuni ekib keyin uzum o'laylar. Mana mayda hozir ular bo'lgan aka, qarang. Mono mashina qoldi, bunisi meva qilmadi. Ikkinchisi meva ketyaptimi? Bu tayda ketadi-da. Mana buni mevasi bor. Buni qanaqaligini endi ko'ramiz. Endi bu aka mayoqqa taralib boradi, o'yigacha boradi bu uzum. Bu uzum boshqa, xuddi monoga aka qilamiz. Bitta mono shaxdan qoladi, bitta mono qizildan qoladi. Mayda masalan qora uzum bo'lsa, bitta qizil uzum, bitta qora bo'ladi. Bundan tashqari ichida ham ularlari bor. Mana bu yerda bu shaqqi ko'p emas bo'lsa, orasi yaqin bo'ladi. Yo'q, mana bo'yi kesilib ketadi. Mana mayga chiqdi. Mana buni uzib yuboramizda biz aka. Bo'ldi, endi kuchni qaysi sarflaydi aka? Qolgan yetmayotgan tanalarga sarflaydi, mevaga beradi, bor kuchni. Shuning evaziga hali ko'p odam kuchi yetmaydi, quvvati yetmay qoladi deyapti. Uje hozirdan 3 kesilganlar, bu bayt qarang aka. Bu bayt ko'ribchi, bu o'zimiz uzum emas deyapti. Mana o'zi g'arichi menga 30 mana. Uje 30 bo'ldi. Bu hali 50 ga chiqib ketgan. Quvvat oshib ketadi, chunki shaqini olib boramiz. Tinmay hamda qilamiz ichini. Ammo ko'p mehnat oladi. Buni ham ozodsiz, masalan, Ha, ashuna bo'ladi-da. Buni olamiz, jichcha bor ekanda, hali olishimizga buni qiyamiz. Mana bu ham boshqa uzum aka. Bu mana endi kechikibdi, mana endi qilyapti mana. Doğrusu bu ham boshqa uzum. Mana yerda bor mana. Buni qilmadi ama. Mana bu ham boshqa uzum. Ikkita chaq qo'ydik, bittasini bu yoqqa yotqizib yuboramiz, xudo xolasa. Bittasi bu yoqda. Bu yerda o'zi aka, bu yerda bitta ulag'imiz bor, adashmasam mayana kelayotgan monosi oq bo'lish kerak edi. Ulag'i bordan shu o'rtada chakida bitta qaytadir yo'qotib qo'ydim. Ilojisi ulagan odamlar bo'g'im mana mayda 1 yil yo'qolib ketadi. Mashiga beli qo'yish kerak ekanda.